Assalamu alaykum hürmetli körünmenler. Körüvatqanlar Uyghur Nidasi televiziyasi haftalik xabarlari. Ben Xumaray Baxtiyar. Assalamu alaykum hürmetli körünmenler. Ben Jalaldin Sadriddin. Aldı bilen diqqətinizə sunduğumuz ötken bir haftalik xalqara xəbərlər və vəqələr. Onundan keyin gördüğünüzlər öz və ixtiyari muxbirlərimiz tayarlagan Şərq Türkistan və mühacirətdəki Şərq Türkistanlıqlar münasibətli xəbərlər. Qani diqqətinizlər ekranımızda bolsun. Fransiyanın hər qaysı joylarında qo'zg'algan seriq jilatga harakati 5-chi haftasi qadam qo'ydi. Fransiya seriq jilatga harakatining sababi. Fransiyaning har qaysi joylarida qo'zg'algan seriq jilatga harakati 5-chi haftasiga qadam qo'ydi. 5 hafta ichida eng ko'p bo'lganda 282 ming odam ko'chaga chiqib namoyishga qatnashdi. 1200 odam qo'lga olindi, 4 odam o'ldi, yuzlagan odam yaralandi. Namoyish Parijda hammadan bek avj olgan bo'lib, ko'chalarga joylashgan uylarning derazalari cheqilgan, mashinalar buzg'unchilikka uchirgan, do'konlar bulangan. 10 dekabr Fransiya prezidenti Macron ishchilar uyushmasi va savdo sohasidagi rahbarlar bilan ko'rishib, krizisni hal qilish to'g'risida bayonot berdi. Undaqda seriq jilatga harakatining sababi nima? O'tgan bir yil ichida Fransiyada dizel bahosi 23% o'sdi. Xalq turmushi qiyinchilikqa yo'liqib, qarshilik bildiruvchilar seriq jilatga kiyib, ko'chalarda namoyish qilishga boshladi. Fransiya qatnash qoidasi bo'yicha har bir mashinada cho'qim bexatarlik uchun seriq jilatga bo'lishi kerak. Fransiya hukumatı garchi o'tgan haftalar yiqilg'u benzinlarning bahosini o'stirmaslikka, shundaqla kelar yili tok, tabiiy gaz bahosini o'stirmaslikka va'da qilgan bo'lsa-mu, xalqning noroziligi yanada pasaymadi. Xalqning talab davolari yiqilg'u benzinlardan halqib, muoshini o'stirib berish, pensiya muoshini o'stirish, bajni tushirish, oliy maktabga qabul qilish shartini tövallatish qatorliqlarga kengaydi. Namoyishchilarning yosh farqi, kasbiy tavalligi qatorliqlarmi ko'p xillashdi. Seriq jilatga harakati Fransiyada portlagandan keyin tez suratda atrofdagi davlatlarga tarqalishga boshladi. Amerika Birlashma Agentligining xabar qilishicha, Belgiya poytaxti Brüsseldimi o'tgan shanba kuni zo'r ko'lamlik namoyish o'tkazilib, 400 dan ortiq namoyishchi hukumat binosini qorishib olgan va soqchilar bilan to'qinishgan. Gollandiyaning Rotterdam shahrida 100 ga yaqin odam ovoz qo'shgan. Xalq ommasi yil sari o'sib ketayotgan mal bahosi, hukumatning bahoni kontrol qilish va'dalarida turmasligi, oylik muoshining yetishmayotganligidan qattiq norozi. Namoyishchilar xalq ommasining qizg'in qo'llashiga erishgan bo'lib, garchi bir qism buzg'unchiliklar sababidan qo'llash to'valligan bo'lsa-mu, biroq yanada 60% dan kam emas. Shuningdek, Macronni qo'llash nisbati biroqla 23% ga tushib ketgan. 1 dekabr Xitoy elektr aloqa kattivishi Huawei guruhining muavin mudiri Meng Wanzhou Kanadada tutildi. Huawei şirketi muavin mudiri nimishqa tutildi? 1 dekabr Xitoy elektr aloqa kattivishi Huawei guruhining muavin mudiri Meng Wanzhou Kanadada tutildi. Amerika bu ayolni Amerikaga o'tkazib berishni talab qildi. Amerika nimishqa Huawei shirkatining muavin mudirini tutdi? Bu deloning markaziy nuqtasi ikki shirkat va bir bankaga chetishliq. Ikki shirkatning biri Huawei shirkati, yana biri bo'lsa Shangangda turishliq Shingtung texnika cheklik shirkati. Meng Wanzhou ilgari bu shirkatning cho'ng paycheki va mudiriyat a'zosi bo'lgan. Tilga ilingan banka bo'lsa Amerikada tizimga oldirilgan noma'lum xalqaro pul muomala organi. Mazkur noma'lum pul muomala organining bildirishicha, Huawei shirkati o'zining tarmoq shirkati Shingtung texnika shirkati orqali Erondan mablag' yo'tkab pul yuyish qilmishlariga qatnashgan. 2013-yili Amerika Meng Wanzhouni Eronga embargo yurgizish qonun loyihasiga bo'ysunmasdan Shingtung shirkati orqali pul yuyish ishlariga qatnashganligi uchun sotlagan. Meng Wanzhou so'roqda Shingtung shirkatining Huawei shirkati bilan hamkorlik munosabati ekanligi va o'zining oldiburun Shingtung shirkatining paycheklarini boshqa shirkatga setayotganligini aytgan. Amaliyotda Shingtung shirkati Huawei shirkatining tarmoq shirkati. Paychekni setib bergan yana bir shirkatmi Huawei shirkati tarmoqidagi shirkat bo'lib, o'ng yanchiqdan elib, so'l yanchiqqa solgandakli ish bo'lgan.
2017-yili Huawei'ning Amerikadagi tarmoq şirkati tekshirilgandan keyin Huawei şirkati yuqori darajalik amaldorlari Amerikaga berishdan o'zini chetga olgan. Amerika taftish amaldorlarining bildirishicha 2010-yildan 2014-yilgacha bo'lgan oraliqda Huawei şirkati tarmoq şirkat Shingtung orqali Iran bilan savdoni qalqon qilib turib, nurg'unlagan cheklangan to'xtamlarni tuzgan. 2018-yili 1-dekabrda Kanada hukumati Meng Wanzhou'ni qo'lga olgan. 10-dekabr Xitoy hukumati Kanadaning sobiq diplomat xodimi Michael Kovrig"ni josuslik bilan ayblab qo'lga olgan. 11-dekabr Kanada sud mahkamasi Huawei guruhi muavin mudiri Meng Wanzhou'ning salomatlik ahvolini ko'zda tutib, shartlik holda kepillik qo'yib bergan. Kepillik shartida Kanada hukumati Meng Wanzhou'dan 10 million Kanada dollari to'lash. Buning orasida 7,5 million dollar naqd pul bo'lishi, Meng Wanzhou'ning Vancouver'dagi turalg'usida turishi, futiga iz qo'g'lash uskunasi taqishi, cheklangan doirada harakat qilishi, pasportini topshirishi, bekitilgan qo'g'dug'uchi shirkatidan odam yollab har vaqt kuzatuvchilikka qo'yishi, aloqa uzilib qolmasligi, buyurilgan vaqtda sotqa chiqishi qatorliqlar talab qilingan. Egilinishcha Meng Wanzhou 6 fevral qaytadan sotqa chiqadigan bo'lib, oraliqda uning Amerikaga o'tkazib berilishi yanada shakillik masala bo'lib qolgan. Oshkorlanishicha Meng Wanzhou'ning 8 dona pasporti bor bo'lib, 5 pasport Xitoy pasporti, 3 pasport Shangang pasporti ekan. İstanbulda Dünya Kişilik Hukuk Günü münasebeti bilan muxbirlarga Sharq Turkiston axborot e'lon qilish yig'ini ochildi. İstanbulda axborot e'lon qilish yig'ini ochildi. 10-dekabr Dünya Kişilik Hukuk Günü münasebeti bilan Türkiye Kommersan Teşkilatı ve Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği'nin o'rinlashtirishi bilan İstanbulda muxbirlarga Şarkı Türkistan axborot e'lon qilish yig'ini ochildi. Bu axborot e'lon qilish yig'iniga Şarkı Türkistan bayrog'ini ko'targan Şarkı Türkistanlik amma ve Türk xalqi bo'lib 500 dan ortiq kishi qatnashdi. Qo'llarida Xitoy tarafidan jazo lagerlariga tutilib ketilgan tuqqanlarining rasmlarini, bolalari yetimxonalarga ilib ketilgan ota-onalar bolalarining rasmlarini, tuqqanlari o'ldirilganlar tuqqanlarining rasmlarini ko'tarib, oq kepan kiyib chiqib, axborot vositalarining diqqatini qo'zg'adi. Sharqiy turkistonliklar o'zining shu nahaq o'ldirilgan qarindoshlariga oxirigacha ega chiqadiganligini va ular uchun adolat talab qiladiganligini bildirdi. Yig'inga qatnashuvchi muxbirlarga va boshqa turk qarindoshlarga o'zi uchirgan zulmni jonliq shaklda anglatdi. Yig'inda yana jazo lagerida yetib chiqqan Qozog'iston fuqarosi Gulbar xonim o'z kechirmishini so'zlab, Sharqiy Turkistondagi zulmni muxbirlarga ta'sirli shaklda anglatdi. Amsterdamda Tibet Uyg'ur birlashma namoyishi o'tkazildi. Amsterdamda Tibet Uyg'ur birlashma namoyishi o'tkazildi. 10-dekabr Dünya Kişilik Hukuk Günü'nün 70 yıllık münasebeti bilan Gollandiyadagi Tibet cemaati, Tibetni qo'llash jamiyati, Tibet ICT qatorliq jamiyat va tashkilotlarning o'rinlashtirishi qatnashishi bilan Amsterdamning Dam maydoni hududida Tibet Uyg'ur birlashma namoyishi o'tkazildi. Bu qatimliq faoliyatga 30 dan ortiq Uyg'ur faoliyatchilar taklif bilan ishtirok qilgan bo'lib, qatnashuvchilarning umumiy soni taxminan 80 atrofida bo'ldi. Namoyishda Tibet va Sharqiy Turkistonning ahvoli, Xitoyning Tibet va Uyg'ur xalqiga qilayotgan kishilik huquq dafsandichiliklari nutq orqali tanishtirilib, Xitoy zulmida turmalarda yetayotgan va hayotidan ayrilgan begunoh xalqlar uchun ta'ziya bildirish, xotirlash ilib berildi hamda tashviqot varaqlari tarqatildi. Bu qatimliq faoliyatning asosiy tashviqotchilaridan Gul Uyg'ur xonim Tibetlar bilan birlashib faoliyat ilib berishning ahamiyati haqida to'xtalib mundaq dedi. Bizning Tibet xalqi bilan birlashma faoliyatlarni qilishimizning ahamiyati nihoyat zo'r. Oldi bilan biz o'xshash rejim ostidagi xalq. Bizning dushmanimiz o'rtaq. Garchi dinimiz, tilimiz, madaniyatimiz o'xshamasa-mu, dardlarimiz o'rtaq. Biz ularning da'vo yo'lidagi nurg'un ortiqchiliklarini ularga yaqinlashish orqali o'rganalaymiz. Ularning har qaysi davlatlarda nurg'un qo'llovchilari bor bo'lib, Tibet xalqi bilan birlikda faoliyat olib berish orqali bu qo'llovchi yerli xalqlarning bizga bo'lgan muoyilligi va qo'llashini qo'lga keltira olamiz. Bu biz uchun nihoyat foydali bir taraf. Uningdan sirt Tibetliklarning ziyorat qitim soni nihoyat yuqori bo'lgan turbatlari bor bo'lib, ular har qaysi davlat tillarida o'zlarini tanishtiradi. Bo'layotgan zulmlarning isbotlarini va aloqador xabarlarni chiqarib turadi. Shunga bizning birlikda qilgan faoliyatlarimiz bu turbatlar orqali nurg'un insonlarning ko'ziga chiliqdi. Bizning ulardan o'rganishga tegishli nurg'un taraflarimiz bor.
Ular davasını allaburun xalqaralaştırıb bo'ldi. Dava qilish uslubi va tashkilotlarning mexanizmi butunlay Yevropa sistemasiga moslashgan. Bizning davoyimizmi hozir vatandagi zulmning chekdan eshishi va shu zulmlarning shohidlarining o'zliksiz isbot berishi bilan xalqaralashdi. Amdiki qadamda biz cho'qim bu davoni mukammal mexanizmli tashkilotlar orqali elib boramiz. Bu jihatlarda biz Tibet tashkilotlari bilan yaqin munosabat o'rnatib, ularning bu jihatga ortiqchiliklarini o'rganishimiz kerak. Bu 2018-yildagi 2-chi qatimliq Tibet Uyg'ur birlashma namoyishi bo'lib, 1-chi qatimliq birlashma qarshilik namoyish Xitoy ministri Li Keqiang Gollandiyaga kelganda Danhaq shahridagi parlament binosi atrofida ilib berilgan edi. Bugungi vaziyatda har xil chekchigirlarni nazardan soqit qilib, birlasha oladigan kuchlar bilan birlashib, Xitoydan iborat bu ortiq dushmanga qarshi turish hammamiz uchun manfaatli. Hürmetli görürmenler, vaqt münasebeti bilan bugungi programmamiz müşahede axırlaşdı. Kol qo'yib ko'rganinglarga rahmat. Kelar haftalik programmamizni ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.